Ishlarini har kungidan ancha barvaqt tugatgan Alisher yo'l-yo'lakay bozorga kirdi. Ro'zg'orga mayda-chuyda xarid qildi. Aziza o'tgan kuni yaxshi tovuq bo'lsaydi, o'zim qo'l bola qilib tabaka pishirardim, degan edi. Tanlab 2 yoshroq jo'ja go'shtini sotib oldi. Onam to'shini yaxshi ko'radi. Borishim bilan Aziza ishga kirishsa, biroz dam olgunimcha pishirib tayyor qiladi. Bugun bir mazza qilib qovurilgan tovuq go'shti yeylik, deb o'yladi. Yigit kishi uchun onasi bilan xotinining ahil inoqligi katta davlat ekan. Mana uylanganiga 6-7 yil bo'lyapti. Onasi biror marta xotining yomon demadi. Azizaning o'zi ham chaqqongina, sarishtagina juvonda. Ishxonasidagi do'sti Nozim, nuqul xotini bilan onasining janjalidan siqilib yurardi. Xotinimga yaxshi gapirsam onam, onamga yaxshi gapirsam xotinim tumtay bo'ladi. Ikkalasining ko'nglini birday olishga har qancha urinsam ham qo'limdan kelmaydi, deydi bechora. Alisher esa bu masalada sira bosh qotirmaydi. Onasi ham, xotini ham uni kulib kutib olib, kulib kuzatishadi. Alisher shular haqida o'ylab borarkan, bu safar Chimyon tomonlarga onasini ham olib borishni diliga tugib qo'ydi. Mashinani darvoza oldida to'xtatib, signal chalib, kelgani haqida xabar bermoqchi bo'ldi-yu, ammo indamay kirib borsa, birdan onasining yuzi yorishib ketishini, bolalari qiyqirib unga talpinishini o'yladi. Darvoza qiya ochiq ekan. Qo'li band bo'lgani uchun yelkasi bilan darvozani turtib ochmoqqa shaylangan payti, ichkaridan xotini bilan onasining qattiq gaplashgani qulog'iga chalindi. Azizaxon, Halima xolangiz yarim soatdan oshiqroq o'tirdi. Oldimizga dasturxon yozib, bir piyola choy olib kelmadingiz-a? O'zi ham rosa uyatli ish bo'ldi-da. Siz turganda men o'zim choyga harakat qilay desam uyalaman, derdi onasi. O'zi shu Halima xola juda jonimga tegib ketdi. Uyimiz karvonsaroyga o'xshaydi. Hali u qo'shni kiradi, hali bunisi. Qaysi biriga qaray? Ataylab choy bermadim. Koshki shu bilan 3-4 kun qorasini o'chirsa, deya javob berdi Aziza. Aylanay qizim, odam bor joyga odam keladi. Men borman, qo'shnilar kirishyapti. Bo'lmasam, ularni chorlab chaqirsangiz ham kelishmaydi. Kelmasa kelmasin, ko'zim uchib turgani yo'q. Bularning dastidan uyda bir pas tinchlik yo'q. Sizni urintiradigan ish bo'lmasa, uylaringizni bir haftada bir marta saltanat tozalab ketadi. Shugina qo'ni qo'shnining ko'ngliga qaramasangiz, boshqa nima ham ish qilardingiz? Hali shu gapni dilingizga tugib yurganmidingiz? Saltanat uyimni tozalasa, pulini Alisher akam to'layapti. Sizning nafaqa pulingizga osilayotganim yo'q. Aziza gapira turib, nimanidir taraqlatib otib yubordi. Hay Azizaxon, unaqa achchiq qilmang bolam. Agar gapim og'ir botgan bo'lsa qaytib oldim. Bir piyola choy ham quribgina ketsin. Har safar shunaqa qilasiz. Janjalni boshlab, asabimni buzib qo'yib, Alisher akam kelganda hech narsa bilmagandek o'tiraverasiz. Kelsinlar, bilsinlar. Mahallaning kampirlari bilan sizga xizmatkor bo'lib qoldim. Tavba, men bor yo'g'i bir piyola choy so'radim-a qizim? Bugun ham shu gap bilan qutulmoqchimisiz? Har 2 kunda mana shunday janjal chiqarmasangiz, ko'nglingiz joyiga tushmaydi. Bu gaplarni eshitgan Alisher turgan joyda toshdek qotib qoldi. Nahotki uning sevimli rafiqasi onasiga shunday munosabatda bo'lsa? Nega buni shu paytgacha bilmadi? Onasi uni biror marta qovog'ini solib kutib olmagan. Yigit shaxt bilan ichkariga kirib bordi. Uning sharpasini sezgan onaning yuziga tabassum yugurdi. Voy aylanay, keldingmi bolam? Bugun vaqtliroq qaytibsanmi? Hay Azizaxon, qarang qizim, Alisher keldi. Darrov qo'lidagilarni oling.
Charchamadingmi? Qani kel, bu yoqqa o'tir. Alisher zimdan onasi bilan xotiniga ko'z tashladi. Azizaning yuz-ko'zlari ham birdan muloyim va xotirjam tortib qolgandi. U Alisher keltirgan bozorliklarni qaynonasining oldiga qo'ydi. Nasiba opa sumkalariga bir qur nazar tashlab olgach keliniga, "Bularni olib kirib joylay qoling", dedi. Aziza ham odatdagidek jilmayib, "Xo'p bo'ladi oyijon", deya narsalarni olib oshxonaga yo'naldi. Eshik oldiga yetganda ortiga o'girilib, "Nima ovqatga urinayin?" deb so'radi. Alisher uydagi ob-havoning birdaniga bunchalik tez o'zgarganidan hayratda qoldi. Onasi bilan xotini go'yo hech narsa bo'lmagandek tutishardi o'zlarini. Ichkariga kirib kiyimlarini almashtirdi. Bo'yniga osilgan 5 yasharlik qizchasini erkalab o'pib qo'ydi. Va xayoliga kelgan o'ydan ko'ngli ravshan tortib, qizalog'ini mehmonxonaga boshladi. Qiziga yoqtirgan multfilmini qo'yib berib, Alisher bir muddat o'yga toldi. Azizani qanday qilib tartibga chaqirsa ekan? Agar janjal kirganidan keyin ham davom etganida edi, "Onamni nega xafa qilyapsan?" deb ta'zirini bersa yarashardi. Ammo birdan tinchib qolishdi. Onasi, "Bolalarning oldida xotining bilan urushib talashib yurmagin. Nima gaping bo'lsa o'zi bilan yolg'iz gaplash. Yigit kishining har bir ishi ziynatlik bo'lishi kerak. Otaning har bir harakatidan bola ibrat olib o'sadi", deb qulog'iga quyardi. "Asal, menga qara", dedi u qizining boshini silab. "Ayang bilan buvijoning hali nimaga urushdi?" "Nima edi? Bilgim keldi-da. Halima buvijon chiquvdi, buvijonim bilan gaplashib o'tirishdi. Ayajoning nima qilyatuvdi? Biz televizor ko'rib o'tirdik. Keyin buvijonim ayamga choy olib keling dedi. Ayamning achchig'i chiqib, choy ichmay zahar ichsin shu Halima xola, dedi. Dada, zahar ichsa odam o'lib qoladi-ku, a? Keyin Halima buvi ketdi. Buvim choy bersangiz bo'lardi-ku degandi, ayamning yana achchig'i chiqib ketdi. Asal qizim, ayangning achchig'i shunaqa tez-tez chiqib turadimi? Ha, siz bo'lmagan paytingiz ko'pincha shunaqa baqirib, chaqirib ketadilar. Buvijonim ikkalovi rosa aytishib ketishadi. Men qo'rqib ketaman. Keyin yaxshiyam siz kelib qolasiz. Ular yarashib olishadi. Bugun oyimning sal kayfiyati yo'qmidi? Deya xotinidan so'radi Alisher ovqatlanib bo'lishgach. Yo'q, oyim yaxshilar. Shu bilan suhbat tugadi. Alisher ertasi indiniga ham etini yeb yurdi. Onasi uning yolg'iz suyanchig'i. Otasi olamdan o'tganida Alisher 5-sinfda o'qirdi. Nasiba opa o'zining ishini tugatib kelgach, kechqurun 2-3 ta joyda farrosh bo'lib ishlardi. Alisher onasini qo'rqilab yurar, ikkalasi allamahalda uyga qaytishardi. Shu tariqa Nasiba opa Alisherni na tog'alariga va na amakilariga mo'ltiratdi. Bir o'zi yedirib, ichirib, kiyintirib katta qildi. Institutda o'qitdi. Endi og'zim oshga yetdi deganida esa Azizadan shu gaplarni eshitib o'tirsa, tag'in bu gaplarni Alisherga bildirgisi kelmaydi. Oyi, sizga nima bo'ldi? Dedi ishdan ertaroq qaytgan Alisher boshini bog'lab oshxonada o'tirgan onasiga. Sal qon bosimim oshgan ko'rinadi. Hozir bir piyola ko'k choy ichsam o'tib ketar. Aziza qani? Dam olyapti shekilli. U ham bolalar bilan charchaydi-da. Alisher o'zining xonasi sari yurdi. Aziza bamayli xotir televizor ko'rib o'tirar. Qizi Asal esa, "Ayajon, buvijonimga choy damlab beraylik, yuring, boshlari og'riyapti", deya uning yengidan tortqilardi. Bor-e, o'sha buving bilan. Aziza qizini siltab nari surdi. Alisher asta tomoq qirdi.
Aziza uning sharpasini sezib, shosha-pisha televizorni o'chirib peshvoz chiqdi. Voy, Alisher aka, bunaqa erta keladigan odatingiz yo'q edi-ku. Tez bolalarni kiyintir, o'zing ham issiq kiyimlaringdan ol, Toshkentga borib kelamiz, dedi u xotiniga. Azizaning yuz-ko'zlariga quvonch o'rladi. Voy, bu o'y tag'in miyangizga qayoqdan kela qoldi? Anchadan beri o'ylab yuruvdim. Sira mavridi bo'lmayotgandi. Bolalarga ko'proq kiyim-kechak ol. Ancha qolib ketishimiz mumkin. Oyimni ham olib boraman degandingiz-ku. Oyim boshqa safar boradi. Aziza bolalarini kiyintirib, o'zi ham kiyinib shay bo'lib chiqqanda, Nasiba opa ularga qarab hayron bo'lib qoldi. Qayoqqa ketyapsizlar? Toqqa, Chimyonga borib kelarkanmiz, dedi Aziza lab lunjini yig'ishtira olmay. Shunaqami? Dedi ona o'g'liga ma'yus mo'ltirab. Ha, anchadan beri boramiz deb yuruvdik. Hech ishdan qo'lim bo'shamadi. Oyjon, endi 3-4 kun bir amallab o'tirasiz. Bizsiz qiynalib qolsangiz kerak, dedi Aziza qaynonasining yuzidan o'pib xayrlasharkan. Mayli, sizlar o'ynab kulib kelsangiz bo'ldi. Yaxshi boringlar. Alisher bolam, sal oldinroq aytganingda bo'larkan shu gapingni, dedi onam o'ltirab. Mayli oyi, xafa bo'lmang, yaxshi o'tiring. O'g'il shunday deb mashinasini yurg'izib, bolalarini olib jo'nab ketdi. Ortidan onasining ma'yus lab tishlab qolganini mashina oynasidan ko'rib turardi. Iye, nimaga bizning qishloqqa ketyapmiz? Dedi Aziza eriga qarab. Uydagilar bilan xayrlashib ketaylik. Zo'rsizda dadajonisi, qarang, biznikiga kirib xayrlashib ketish mening xayolimga ham kelmabdi-ya. Ular xushxandon chaqchaqlashib kirib borishganda, Alisherning qaynonasi osh damlab o'tirgan ekan. Buni qaranglar, shu bugun ko'nglim bir nimani sezuvdi-ya, dedi u jilmayib. Qani o'tiringlar. Alisher oshni yeb bo'lguncha Aziza Toshkentga ketishayotgani, yo'l-yo'lakay xayrlashgani kirishgani haqida maqtanib o'tirdi. Oshdan keyin bir piyoladan choy ichishgach, Alisher asta o'rnidan turdi. Oyjon, sizda 2 og'iz gapim bor edi. Mayli bolam, mayli, deya qaynonasi uni boshqa xonaga yetakladi. Alisher unga oxirgi kunlarda bo'lib o'tgan voqealarni, Azizaning kundan kunga o'zgarib borayotganini yotig'i bilan tushuntirgach, uyda urushib so'kay desam oyim qo'ymasdilar. Ortiqcha gap so'z ko'paymasin dedim. Shuning uchun o'zingiz o'stirgan qiz, fe'l atvorini o'zingiz yaxshi bilasiz. 5-6 kun olib o'tirsangiz, nasihat qilsangiz, qo'ni-qo'shnilar bilan muomalani yaxshilashni o'rgansa, hadeb oyimning yuziga sapchiy vermasa deb shu yoqqa olib kelaverdim, dedi. Qaynonasi ustidan muzdek suv quyilgandek turib qoldi. So'ng uning yelkasiga qoqdi. Rahmat bolam, qizimning sal aqlini kirgizib, keyin o'zim olib borib qo'yaman, dedi. Bo'lmasa men ketdim, ularga ketganimni aytib qo'yarsiz, deya Alisher tashqariga chiqdi-da uyiga jo'nadi. Kirib borganida yig'layverganidan onasining ko'zlari shishib ketgandi. U Alisherni ko'rib anqayib qoldi. So'ng yuz ko'zlariga vahima ifodasi sachradi. Voy, tinchlikmi? Nimaga qaytib kelding? Bolalar qani? Nima bo'ldi? Hech nima bo'lmadi. Ularni onasinikiga tashlab keldim. Yo'q, meni aldayapsan. Bir baloga yo'liqqanga o'xshaysan. Qani turchi, halokatga uchradingmi? O'zim ham o'ylovdim-a, ichim og'rimasligi kerak deb. Ammo bu ko'ngil o'lgurga gohida buyurib bo'lmas ekan. Toshkentga ketyapman deb mendan maslahatsiz jo'nab qolganingni eshitgach juda ham xafa bo'lib ketdim. Nahotki shu bola mening o'g'lim bo'lsa deb ozgina mung'aydim-da bolam. Alisher kulimsirab onasining yoniga o'tirdi. Yelkalaridan quchoqlab oldi. Oyjon, sizga aytmay o'rtog'imnikiga bormayman-u.
tunov kuni Halima xola kirib ketgandan keyin keliningiz bilan oralaringda bo'lib o'tgan gapni eshitdim. Bilsam, Aziza o'zgarib qolibdi. Shunaqa o'zgarib ketdingmi deb, shu yerda urushib so'kay desam, yana battar siqilib qolasizmi deb o'yladim. O'ylab onasinikiga olib borib qo'yishga qaror qildim. Onasi ozgina nasihat qilsin. Ana undan keyin olib kelib beradi. Voy bolam-ey, qudalarimni ham bezovta qilibsan-da. Agar janjallashib kelganimda bezovta bo'lishardi. Hozir ular bezovta emas. Qo'yavering. Qani, yana ikkalamiz qoldik. Bir qaynatma sho'rva solib bering. Sizning ovqatlaringizni sog'indim. Ertasiga ishga qaytgan Alisher uyga yaqinlashganda ko'ngli ajabtovur hapqirib ketdi. Eshigi oldida qaynisining mashinasi turardi. Ichkariga kirdi. Aziza yana avvalgidek gul yashnab, hovlida yelib yugurib xizmat qilayotgan. Ichkarida mehmonxonada ikki quda hangomalashib o'tirishardi. Alisherga ko'zi tushishi bilan Aziza yolg'ondan arazlagandek ho'mrayib qo'ydi. Toshkentga sayohat qanday o'tdi? Dedi Alisher unga yaqinlashib. Hech qachon esimdan chiqmaydigan qilib tarbiya berdingiz menga, deya jilmaydi Aziza. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.